Harakatlari evaziga hujumlar boshlanib ketyapti. Mana shunday vaziyatlardan biri. Qarshi hujumda Roberto To'jarima dochasi ichidan zarba gol. Barsa Luis Suarez hisobni ochmoqda. Ketgan ekan haqiqatan, lekin u o'zini pozitsiyasiga yetib keldi. Mana Nacho, Nacho ulgurmadi. Messi bilan ketdi. Chunki qanot. Ikkita hujumchi, bitta himoyachi. Demak, qaysi biriga yurishni bilmadi. Hozir Messi chalg'ituvchi vazifasini bajardi. Ronalduga qarshi Roberto, qani nima o'ylab toparkin Cristiano. Toni Kroosga uzatdi, yaxshi imkoniyat Benzema va 1-1 hisob tenglashdi. Gol menimcha chunki yuzidan bilinib turgan edi shunday kayfiyat. Gol Ronalduniki. Rostdan ham jarima maydonchasiga kiraverishda Pike bilan to'qnashuv bo'lgan. Mana chiroyli kombinatsiyaga qarshi chiroyli kombinatsiya. Maydonda qarsida yaxshi imkoniyat. Messi unga qarshi Ramos va Ronaldo bo'ldi. Messi gol! Messi! Meni nazarimda o'yin qoidasi buzilgandek go'yo hozir. Qarang, Luis Suarez